Isroil Eron rahbarining muhim maslahatchilarini o'ldirdi. Isroilning Eronga yo'llangan aviazarbalarida oliy rahnamo Ali Xomanayning harbiy va xavfsizlik bo'yicha yuqori maslahatchilari halok bo'ldi. Mudofaa va ichki barqarorlikdagi noto'g'ri hisob-kitoblar xavfi endi Eron uchun o'ta xatarlidir deyilmoqda ma'lumotlarda. Isroil hujum boshlangan 13-iyundan buyon isroillik harbiylar Eronning bir necha yuqori martabali qo'mondoni, jumladan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni Husayn Salamiy va aerokosmos kuchlar rahbari Amir Ali Hojizodani o'ldirdi. Manbalarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Ali Xomanayning 15-20 ga yaqin maslahatchisi bor. Hozircha uning siyosiy, iqtisodiy va diplomatik masalalar bo'yicha bosh maslahatchilari qolmoqda. Oliy rahbar sifatida u qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni hisoblanadi va urush e'lon qilish huquqiga ega. Shu bilan birga u muhim masalalarni hal qilishda maslahatchilarni tez-tez tinglaydi, deydi agentlik manbalari. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil operatsiyasi davomida Ali Xomanayni yo'q qilish rejasi ham muhokama qilingan. Biroq ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Donald Tramp bu rejaga qarshi chiqqan va veto qo'ygan. Eron sobiq prezidenti o'ldirilgani aytilmoqda. Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejod Tehronda suiqasd natijasida halok bo'lgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, sobiq siyosatchi ko'chadagi otishmada halok bo'lgan. Hozircha boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Ahmadinejod 2005-2013 yillarda Eron prezidenti lavozimida ishlagan. Mahmud Ahmadinejod halok bo'lgani rad etildi. Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejodning o'ldirilishi haqidagi xabarlar yolg'on. Bu haqda Ahmadinejod idorasiga tayanib ba'zi ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Internetda janob Ahmadinejodning o'limi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi bayonotda. Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejodning Tehrondagi ko'chalardan birida o'ldirilgani haqidagi ma'lumot bir qancha ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu xabar Isroil va Eron o'rtasida keskinlik avjiga chiqqan lahzada tarqatildi. Eslatib o'tamiz, Ahmadinejod 2005-2013 yillarda prezidentlik qilgan. Indoneziyada Levatobi vulqoni otilmoqda. Mahalliy aholi va sayyohlardan vulqonga 6 kilometrdan yaqin bormaslik so'ralyapti, chunki bu xavfli go'zallikdir. Tramp Eronga 24 soat muhlat berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda oliy harbiy qo'mondonlik va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar bilan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Voqealardan xabardor manbalarning ma'lum qilishicha, Isroil va Eron o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotgan bir pallada AQShning Eron yadroviy obyektlari, xususan Fordoga zarba berishdagi ishtiroki muhokama qilingan. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklari, Iordaniya va Saudiya Arabistonidagi Amerika harbiy bazalarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yaqin Sharqda jami 40 mingdan ziyod amerikalik harbiy bor. Ma'lumotlarga ko'ra, Eronga zarba berishi zarurligi borasida AQSh prezidentining eng yaqin maslahatchilari bir to'xtamga kela olmayapti. Tramp Eronga raketa va yadroviy dasturlardan voz kechish va taslim bo'lish uchun 24 soat muhlat bergan. AQSh ichki xavfsizlik vaziri shifoxonaga yotqizildi. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem shifoxonaga yotqizildi. Manbalarga ko'ra, Noemning hushi joyida va qo'riqchilari bilan muloqot qilmoqda. Vazirlik voqea yuzasidan munosabat bildirgan emas. Eslatib o'tamiz, Kristi Noem aprel oyida Washington markazidagi restoranga oilasi bilan kechki ovqatlanishga kelgan paytda tunab ketilgan edi. Noma'lum erkak uning sumkasini o'g'irlagan. Sumkada Noemning pasporti, haydovchilik guvohnomasi, xizmat ruxsatnomasi, uyining kalitlari, bo'sh cheklari, taxminan $3000 va boshqa narsalar bo'lgan. Kristi Noem rahbarligidagi ichki xavfsizlik vazirligi chegara nazorati va immigratsiya, terrorchilikdan himoyalash va kiberxavfsizlik kabi masalalar bilan shug'ullanadi. Yevrokomissiya rahbari Isroilni qo'llagani uchun diplomatlarning jahli chiqdi. Yevropa Ittifoqining ayrim mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Yevrokomissiya rahbaridan norozi. Ursula von der Leyen Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan suhbatda Yahudiy davlatini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlardan birining tashqi ishlar vazirligi rahbarining ta'kidlashicha, o'zini mudofaa qilish huquqi va boshqa mamlakatga nisbatan harbiy harakatlar boshlash butunlay boshqa tushunchalar. Yana bir diplomat esa von der Leyenni yakka yugurishda ayblagan. Negaki boshqa mamlakatlarning pozitsiyalarini muhokama qilmasdan Isroilni qo'llab-quvvatlash qarori chiqarilgan. Yevropa Ittifoqining faqat 10-15 mamlakati Yahudiy davlati bilan birdamligini bildirgan. Qarashlar o'rtasida katta jarlik borligi ko'rinib turibdi. Ta'kidlanishicha, Yevroittifoq bosh diplomati Kaja Kallas ham Ursula von der Leyenning o'zini mudofaa qilish haqidagi pozitsiyasini qo'llamagan va nizoni muzokaralar yo'li bilan hal etishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, 13-iyunga o'tar kechasi Isroil Eronning yadroviy va harbiy obyektlariga hujum boshlagan edi. O'z navbatida Eron ham Isroilga raketalarda javob berishga kirishgan. O'rtada ikki mamlakatning oddiy aholisi jabr ko'rmoqda. Isroil-Eron urushi davom etyapti. Nizolarni hal etishda kuch ishlatish o'zini oqlamaydi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-iyun kuni Ostona shahrida Markaziy Osiyo Xitoy 2-sammitida ishtirok etdi. Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev raisligida o'tgan tadbirda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov ham qatnashdi. Kun tartibiga muvofiq Markaziy Osiyo mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni ustuvor yo'nalishlarda kengaytirish istiqbollari, dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalar ko'rib chiqildi. O'zbekiston Prezidenti nutqining avvalida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash, aniq loyiha va dasturlarni amalga oshirish orqali mintaqaning barqaror taraqqiyotini qo'llab-quvvatlashdagi o'rnini alohida ta'kidladi. 2023-yilda Sian shahrida o'tgan birinchi sammitdan so'ng Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi hamkorlikda katta muvaffaqiyatlarga erishilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Xususan, kotibiyat tashkil etildi, vazirlar, ekspertlar uchrashuvlari va yig'ilishlarni o'tkazish mexanizmlari ishga tushirildi. Keng ko'lamli hamkorlikning shartnomaviy huquqiy bazasi shakllantirilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarining Xitoy bilan tovar ayirboshlash hajmi ortib boryapti. Joriy yilda bu ko'rsatkich $100 milliard ga yetishi kutilmoqda. Bizningcha bir tomondan ishonch, yaxshi qo'shnichilik va sheriklik makoniga aylangan Markaziy Osiyoning o'zidagi chuqur transformatsiya jarayonlari, boshqa tomondan Xitoy rahbariyatining qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirish va belbog' va yo'l global konsepsiyasini ilgari surishga qat'iy sodiqligi ushbu formatdagi hamkorlikning rivojlanishiga imkon bermoqda, deydi davlatimiz rahbari. So'ng O'zbekiston yetakchisi mintaqaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha o'z nuqtai nazarini bayon qildi. Avvalo bu galgi uchrashuv xalqaro vaziyat sezilarli darajada yomonlashgan bir sharoitda o'tayotgani ta'kidlandi. Raqobatning ortishi keskinlikning zo'rayishiga, xavfsizlik va barqarorlik taraqqiyotga yangi xavf va tahdidlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. O'zbekiston yetakchisi ta'kidlaganidek, Xitoy bilan savdo, investitsiyaviy va texnologik hamkorlik Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalarini amalga oshirishda kuchli lokomotiv bo'lib qolmoqda. Savdo aloqalarini rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Prezidenti raqamli makon va yo'l doirasida raqamli Ipak yo'li ko'p tomonlama savdo platformasini tashkil etish tashabbusini ilgari surdi. Biznes, yetakchi ilmiy tadqiqot institutlari va muhandislik markazlarini jalb qilgan holda texnologiyalar transferi bo'yicha alohida yo'l xaritasini qabul qilish taklifi bildirildi. Hindistonlik dehqon dalada olmos topib oldi. Hindistonning Andhra Pradesh shtatida yashovchi erkak dalada ishlayotgan paytda yerdan qimmatbaho tosh, olmos topib olgan. U olmosni sotishdan 150 ming rupiy foyda olgan. Xabarlarga ko'ra, yomg'ir ko'p yog'ib, tuproqni yuvib ketgani uchun qimmatbaho tosh yer yuzasiga chiqib qolgan. Aytish kerakki, omadli dehqon voqeasi ovozi bo'lib ketgach, u yashovchi Kurnul qishlog'ini xazina qidiruvchilar bosib ketdi. Ko'plab olmos qidirishga butun bir oila bo'lib kelyapti. Ovqatlarni o'zlari bilan olib kelishgan, soatlab dalalarni kezib yurishibdi, deb xabar bermoqda ommaviy axborot vositalari. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bunday topilmalar Kurnulda kamdan kam uchraydi. Hammaning ham omadi kelavermaydi. Isroildagi o'zbekistonliklar uchun mamlakatdan chiqish yo'llari ma'lum qilindi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakatni mustaqil ravishda tark etish istagida bo'lgan o'zbekistonliklarga yo'l ko'rsatildi. Jumladan, ular quyidagi nazorat o'tkazish punktlari orqali mamlakatni tark etishlari mumkin. Menahem Begin, Taba Isroil-Misr chegarasida joylashgan. Shayx Husayn, Isroil-Iordaniya shimoliy chegarasida joylashgan. Itzhak Rabin, Vadi Arava, Isroil-Iordaniya janubiy chegarasida joylashgan. Qayd etilishicha, barcha ko'rsatilgan chegara punktlari hozirda odatiy tartibda 24 soat faoliyat ko'rsatmoqda. Misr orqali Menahem Begin Taba nazorat o'tkazish punkti. O'zbekiston fuqarolari ushbu punktni kesib o'tib, Misrga vizasiz kira oladilar. Sinay kirish muhri 14 kungacha faqat Sinay yarim oroli hududida bo'lish huquqini beradi. 21 yoshga to'lmagan fuqarolarga ota yoki onalardan biri hamrohlik qilishi shart. Tabadan Sharm al-Shayxgacha avtobus yoki avtomobillarda harakatlanish imkoniyati mavjud. Aviaqatnovlar Sharm al-Shayx aeroportidan Uzay Airways haftasiga 3 marta seshanba, chorshanba, shanba soat 12:35 da Toshkentga uchadi. Turkish Airlines har kuni 1 yoki 2 marta Istanbul xalqaro aeroportiga, undan so'ng Toshkentga uchadi. Pegasus Airlines har kuni 1 yoki 2 marta Istanbulga, Sabiha Gökçen aeroportiga, Toshkentga uchishi mumkin.
Iordaniya orqali Shayx Husayn yoki Itshak Rabin Vadi Arava 2 nazorat o'tkazish punktlari. Ushbu punkt orqali Iordaniya poytaxtigacha borib, keyin quyidagi avia yo'nalishlardan foydalanish mumkin: Ummon Istanbul Toshkent, Ummon Dubay Toshkent. Eslatma: Iordaniyaga kirish uchun mamlakat ichki ishlar vazirligi sayti orqali viza olish zarur bo'ladi. Zarur hollarda O'zbekiston elchixonalarining favqulodda telefon raqamlariga murojaat qilish mumkin. O'zbekistonliklardan, shuningdek, Isroil hududini tark etayotganida shaxsiy xavfsizlik ehtiyot choralarini ko'rishni va front orti buyrug'i tomonidan berilgan ko'rsatmalarga qat'iy amal qilish so'ralmoqda. AQShning Isroildagi elchixonasi vaqtincha yopildi. AQShning Isroildagi elchixonasi va uning konsullik idoralari Yaqin Sharqdagi vaziyat tufayli xavfsizlik nuqtai nazaridan vaqtincha yopiladi. Bu haqda diplomatik missiya rasmiy kanallarida ma'lum qilindi. Xavfsizlik holatini inobatga olgan holda va Isroil ichki front qo'mondonligi tavsiyalariga muvofiq AQShning Quddusdagi elchixonasi 18-iyun chorshanbadan 20-iyun juma kunlarigacha yopiladi. Bunga Quddus va Tel Avivdagi konsullik bo'limlari kiradi, deyiladi bayonotda. Shuningdek, elchixonaning barcha xodimlari va ularning oila a'zolari hozircha Isroilda qoladi va ularga doimo boshpana yaqinida qolish buyurilgan. Mazkur qaror hozirgi xavfsizlik holati va Isroil-Eron o'rtasidagi davom etayotgan mojaroni hisobga olgan holda qabul qilingani aytilmoqda. Ma'lumot uchun 13-iyunga o'tar kechasi Isroilning Eronga havo hujumlari boshlangan edi. Tel Aviv operatsiyasidan maqsad Tehronning yadroviy dastur bo'yicha ishiga xalaqit berish ekanligi aytilmoqda. Bunga javoban Eron tomoni ham Isroil hududiga zarbalar berib kelyapti. Ko'chaga so'rab chiqqan qizlar tartibga chaqirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax shahrida ekanligi aytilgan bir guruh qizlarning kelinlik libosida kerak deb yozilgan qog'ozlarni ko'tarib shahar ko'chalari bo'ylab harakatlangani aks etgan video lavha tarqalgan edi. Jizzax viloyati Oila va xotin-qizlar boshqarmasi mazkur holat yuzasidan mas'ul idoralar bilan o'rganish ishlari olib borilganini ma'lum qildi. Aniqlanishicha, Jizzax shahar Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida eski shahar dehqon bozori ro'parasida 8 nafar qiz kelinlik ko'ylaklari savdosi bilan shug'ullanuvchi Gulruh salonini reklama qilish maqsadida yuqoridagi holatga qo'l urgan. Ushbu g'oya tashabbuskori salon rahbari hamda blogerlar bo'lgan. Holat yuzasidan Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i darhol jarayonni to'xtatib, qizlarga va go'zallik saloni rahbariyatiga jamiyatda yurish-turish qoidalariga amal qilishi, milliy qadriyatlarni hurmat qilishi yuzasidan tushuntirish ishlarini olib borgan. Shu o'rinda bu kabi holatlarda jamoatchilikni ham e'tibori muhim ekanligi, arzimagan ko'ringan bunday holatlar millat sha'niga, milliy qadriyatlarga zid ekanligiga alohida e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi, deyiladi boshqarma axborotida.